Assalomu alaykum obunachilar. Bugun talablarga ko'ra plastinadan Turkiya davlatida ekzamen olib turgan bo'lsa, shu poложениеda qo'yib, nechalik толщинада bo'lsa, shu толщинадagi plastina bu 7 mm. Zazorlari 2,5 zazor bilan 30-32 gradusda yotirilgan. Zazorni 2,5 zazor qo'yib vertikalni gradusda olib urib ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Elektrod bunda bize Korena Elba elektrod ishlatamiz. 52U abrisovka zaполнение monolit elektrod ishlayapmiz. Hesab elektrodlarimizdan bor. Shu sohani tushunadiganlar noto'g'ri narsa tushunmasin. Bize pachkadan olib to'g'ri ishlatib turganimiz bu aslında o'zi termizda durishi kerak, elektrod shoklanishi kerak. Keyin 100-150 gradusda isib turgan elektrod ishlatish kerak. Lekin hozir uning sharoitimiz yo'q. Xudo xolasa bu narsalarni ham qo'yamiz. Xudo xolasa boshlayman. Hozir 2,5 elektrod bilan korenni isitishni boshlayman. Zamokni açtık. Zamokni shunday açıp yipqalash kerak. Keyin xudo xolasa elektrodni yuqoridan yoqib, gelib qo'shib ketamiz. Tomosha etasizlar, xudo xolasa. Kore'nin urib bo'ldik. Yine birgalikda hozir ko'ramiz. Sizlar bilan Kore'nin ishab chiqqanini birga tushiramiz shlakini. Ko'rishlaringiz mumkin ishab chiqqanini обратный valikini. Endi zaполнениeni boshlaymiz, ablisovka keyin bo'ladi xudo xolasa. Yine Kore'nin urib bo'ldik. Garach urilishi kerak, lekin bu metalimiz qalinlikni yipqa bo'lgani uchun uchlik monolit elektrodda uramiz. Zaполнение garachi bilan zaполнение bir uramiz. Eğer толщинасы qalin bo'lganda garachi zaполнение urish imkoniyati bo'lar edi. Uchlik elektrod amperimiz 120-115 aralıkı bo'ladi. Bizning qo'limizda pult yo'q. Koren jarayonidan bize amperini 5 amper oynattık. 85-90 arası, 87 arasında vurduk. Navadasa eğer aparatımızda pultu bo'lganda bir qo'limizda pult bilan amperini doğrulab, bir qo'lda elektrod ursa bo'lar. Shuning uchun bir adam yordam berib turibdi. Yanımızda shagirtlardan birisi yordam berib turibdi. Amperajni ko'tarib tushirish imkoniyati qo'limizda shu aparatning o'zidan. Tomosha qilinglar, yana zaполнениeni boshlaymiz xudo xolasa. Arkadaşlar yine kuzatuvchilar 2 tane üçlük elektrod vuruldu. Monolit zaполнениemiz tamam bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Yine zaполнениemiz shu yerda zamok bo'ldi. Zamokdan chiqish yo'q. Xudo xolasa hozir endi buni ikki chetidan liniya tortamiz, balarkada chizib, keyin abrisovkani, lekin biraz metala dam beramiz. Navadasa metal уже 2 qator svarka Koren abrisovka uraman deyincha metal biraz qizdi. 10-15 minut metala dam beramiz.
soğuşunu tutamiz. Kuzatuvchilar yine metalni tozalab chetlarini chizib oldik. Ablyusovkadan oldingi jarayoni shunday bo'lishi kerak. Elektrodni metalni bu yonidan dezmasligimiz kerak. Hech qayerda deymayin. Az ablyusovkani boshlaymiz. Shu jarayonda 3 lik elektrod bo'ladi. Ablyusovkada monolit 120 amper. 120 amper baland deb tuyulishi mumkin, lekin bizning tok apparatimiz jastik apparat amperi shunga moslashgan 115-120 amperda ablyusovkani uramiz. Metalimizni qalinligi aytganimdek 7 mm. Yine boyuna 20. 20'ye her bir plastinamız 15-15'ten 30. Yine ablyusovkamiz ham tamam bo'ldi. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz endi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin ablyusovkamiz chiqqanini. Ne şu yerda zamokimiz. Zamok umuman bilinmagan. Ko'rishingiz mumkin. Yurtdoshlar, bizlarni kuzatuvchilar, podpischilar, eğer sizlarga qiziq bo'lsa, bundan boshqa variantlari hozir biza ko'rsatganimiz Turkiya bo'lib turgan ekzamen jarayoni chiqib bo'lib turganini ko'rsatib o'tdik. Hozir buni xudo xolasa elde arkasini ko'rsatamiz. Shu yerda yana zamok joyi 2 elektrod bilan chiqdi. Xudo xolasa yana обратный valikni ham ko'rishingiz mumkin. Arkasındaki qo'shimcha qo'yilgan plastinalarni kesib oldik. Pazında arkasında bir de plastina duradi. Yine обратный valik. Korey'nin İslamı, обратный valik İslamı. Ablyusovka. Kuzatib qolinglar, yurtdoshlar, podpischilar, bizlarni kuzatib turganlar. Eğer yana shunday videolarni chiqarishimizni istasangiz, o'zingiz kommentariyada yozib qoldirasizlar.